Bizning eng katta xatoyimiz boshqa bir odam kechiradi. Oldin kuni gunoh qilib yuribdi, bugun masjidga kelsa ustidan kulamiz. Kecha kim edingiz endi deymiz. Biling, bir insonni o'tmishdagi gunohi bilan o'sha insonni uyaltirsak, o'sha uyaltirayotgan inson o'sha gunohni qilar vaqtda o'lib qolar bu dunyo. Bir odam gunoh qilib qo'ysa, bo'ldi, olimga jar solmang, faloncha shunday gunoh qilib qo'ydi deb. U inson, u xato qiladi. Odamlardan farishtalikni talab qilmang. Chunki odam xato qiladi. O'sha xato qilayotgan odam tavba qilyaptimi? Alloh taolo uning gunohini kechiradi. Alloh taolo meni gunohimni kechirmaydi demang. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayting, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilayotgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmasliklar deydi. Allohning rahmati hamma narsadan keng. Banda har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham Alloh taolo kechiradi. Faqat bandadan talab qilinadigan narsa tavbatun nasuha, haqiqiy chin ixlos bilan tavba qilishlik. Hammamizning oxirimiz, ya'ni bu dunyodan oxiratga ko'chadigan vaqtimizni, xotimamizni Alloh taolo o'zi go'zal qilishligini so'raydi.